sizni hayotingizni o'zgartiradigan va orzularingizga bittada olib boradigan zo'r texnika bor. Bu avtorskiy texnikam. Bir hafta davomida 2000 ta degan, ya'ni siz hafta davomida o'zingizdan 2000 ta ijobiy zo'r so'zlarni chiqarasiz. Ya'ni tashqi ko'rinishingiz zo'r, ishlaringiz yaxshi ketyapti, sizga omad tilayman, siz eng zo'risiz. Siz komandangizga berayotgan har bir yaxshi so'zingiz o'zingizga nisbatan, atrofingizga, oilangizga, kimga nisbatan bo'lsa ham yaxshi iborali so'zlarni 2000 ta ishlatsangiz, sizni hayotingiz o'zingiz o'ylagandan ham yuqori darajada o'zgarishni boshlaydi. Ya'niki kulib qarash, tabassum orqali yaxshi so'zlarni yetkazish, komandaga motivatsiya berish, o'zingizga motivatsiya berish, oilangizga, farzandlaringizga motivatsiya berish, bu 2000 ta so'z orqali yaxshiyam borsan, seni yaxshi ko'raman, menga keraksan, men seni yaxshi ko'raman, men senga ishonaman, sen buni uddalading, молодец. Har qanaqa so'z sizni leksikoningizda oldin ishlatilmagan, lekin ishlatilsa o'zingizni yaxshi his qiladigan 2000 ta so'zni bir hafta davomida ishlating va sizni hayotingizni etaplari, darajalari va o'zingiz orzu qilayotgan maqsadlar bittada hayotingizga kirib keladi. Chunki maqsadlar va orzular yaxshilik ko'p joyda va yaxshi emotsiyalarni yaxshi ko'radi va u joyga tezlikda kirib keladi. Keyin natijalar bilan men bilan bo'lishing.